Bugun sizlar bilan bitta вопрос o'tkazamiz. Birinchi ishlatgan telefoningiz yangi bo'lganmi yoki bu bo'lganmi? Faqat kommentariyaga to'g'risini yozing. Yoki yangi yoki bu. Kommentariyaga faqat to'g'risini yozing. Meni birinchi ishlatgan telefonim bushli bo'lgan. Ko'p kuyganman bushli telefon ishlardi. Bugungi kunda ProMobile do'konga o'xshagan katta do'konlarimiz garantiyasi bilan qilib beradi. Bushli telefon olsangiz yoki iPhone, Samsungning farqi yo'q. Biroq garantiyasi bilan qilib beradi. Agar siz telefoningizni zamin qilmoqchi bo'lsangiz ham 13 o'rniga 14 olmoqchi bo'lsangiz ham zamina qilib almashtirib chiqib ketsangiz bo'laveradi. Bular juma kuni bilasizlar, challenge o'tkazadi, ya'ni hadya qiladi o'z obunachilarga. Yo Instagram yo TikTokda obuna bo'lsa 10 ta obunachi steklosi sinib ketgan obunachi besplatni almashtirib beradi. Juma kuni kelaverasizlar, xudo xolasa ProMobile do'koniga. Rossiyadan turib, agar siz telefon olmoqchi bo'lsangiz, dostavka ham qilib beradi. Telefon qilib bemalol boshini qotirsangiz bo'laveradi. Pastga nomerlarni yozib qo'yamiz yoki profilni отметка qilib qo'yamiz. Kelar bular bilan 1 oydan beri, 2 oydan beri ishlayapman, hali yuzimni qoritirgan. Bemalol kelaverasizlar.